hamma joyini to'ldirdim do'stlar. Qarang. Qattiq. Yo, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Elnur Gaming. Va bilib turganingizdek, bu videoda men 10 mingta sabzini barchasini yetishtiraman. Qani bo'lmasa boshladim. Xo'sh, bu yangi sandiqqa nimalar tushgan ekan? Xo'sh, bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerda mobning soyasi turgandek dumaloq bo'lib. Hopperni yopib qo'yganimga moblar bormi yo'qmi ko'ra olmayapman. Shuning uchun yarimtalik bloklarni olib kelsam. Mana 12 ta yarimtalik blok. Endi mana kelib mana bu ishlarni qilamiz. Toshlarni sindirish. Birinchi toshni sindirgan edim, mana bu yerda skelet meni kutib oldi. Bitta, hopper kerak emas. Skeletni urib o'ldirdim. Xo'sh, darajasini ham endi olsak bo'ladi. Va tosh yarimtalik tosh blokni qo'yib chiqamiz. Bularni ham qilib bo'ldim. Qarasam, tosh yarimtalik tosh blok va 3 ta suyak bor ekan. Hozircha 3 ta suyak blok kamlik qilsa kerak. Xo'sh, tepaga uchamiz va uyimning oldiga kelib olamiz. Mana boshlanish endi 173-kun. O'tgan qismda 5000 tadan 5200 nechtadir qilgan edim do'stlar. Uxlab yubormoqchi edim. Monsterlar bor dedi. Xo'sh, bo'lmasa yana bir marta qurollanib, voy creeper portlama. Portlamadi. Yana bitta o'ldi creeper. Xo'sh, endi balki uxlasak bo'lar. Kiramiz va yotoqni bosamiz va uxladik do'stlar. 173-kun o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, mana endi nimalar bo'ladi? Ko'ramiz. 3-sandiqni to'ldirishimiz kerak. 2ni yarmini to'ldirganman. 3ni bugun bu videoda to'liq to'ldiramiz. Bor tomorqalarning barchasini qilib chiqishga qaror qildim. Sabzilarni olishga albatta. Va mana shuncha sabzilarni yig'dim. Ko'pgina tomorqalarni qilib. Tomorqani yetishtirdim va mana tepadagi tomorqaga chiqib keldim. Mana buncha ko'p sabzi bor ekan. Ay sabzilarni endi ketmon bilan chopib yana ekib chiqdim. Xo'sh, endi nima qilamiz? Sekingina elytra bilan tushib, sakrab 2 marta sakrab ketdim. Bunday ham g'alati, menga eng yoqmaydigan ishlardan biri. O'stirib chiqamiz, yana chopamiz. Mana buni ham barcha o'zimda bor suyaklar bilan qilib chiqdim. Va mana bu natijani ko'rdim. Xo'sh, endi nima qilamiz? Har doimgidek sabzi yetishtiramizda nima qilardik? Bu yerda ham ancha-muncha narsalar bor. Xo'sh, bu yerda temir, hech qayerda sabzi yo'q. Mana ikkinchi mob fermamga borib, bu videoda men ikkinchi mob fermamga yana bitta qavat qo'shaman. Do'stlar, shunday zo'r narsalarni eshitdingiz. Faqat videoning boshida. Hozir yana bir marta aytdim. Xo'sh, mana bu pishgan toshni olamiz. Va endi shu qurilishga bormoqchiman. Mob fermaga borib, bezatib, ham sabzilarni ham joyiga qo'yib kelishga ulgurdim do'stlar. 3-sandiqqa o'tdim. Va endi yana nima qilamiz? Avtomatik sabzi fermamga qaradim va uchib ketdim. 27 ta salyutim hozircha bor. Ikkinchi mob fermani ham birozgina bezatsak. Xo'sh, qandaysiga o'ldim. Nega? Tunni o'tkazib yubordim va ikkinchi mob fermaga borib yana ozgina bezatib bitta ferma qurishga ham ulgurdim do'stlar. Sabzi kerak. Lekin undan oldin bizga har doim suvning oldiga bormasligimiz uchun bizga cheksiz suv kerak. Va buni qilishga men otlandim. Xo'sh, mana men sabzi fermamni sal kattalashtirdim va sabzivoylarni ekib chiqdim. Va mana cheksiz suv ham qildim do'stlar. Bitta olamiz, hech narsa o'zgarmadi. Endi yana bitta qo'yamiz. Birozgina loy etmadi va qazigim ham kelmay qoldi. Yana bittagina olamiz va bu o'zimizga qoladi. Va bu yerni ham endi chopib chiqish kerak. Chopib sabzilarni ham ekib chiqdim va endi aytgan ishimni qilaman. Ya'ni tosh fermada AFKda turib, ikkinchi mob fermaning ustiga ikkinchi qavatni quraman. AFKda turish sizlarga qiziq emas, shuning uchun videoni bitta dona o'chirib olsam nima qiladi?
Men ancha-muncha AFKda turdim deb hisobladim va chiqib Urgumchak bek Zombi Bekovni urib o'ldirib qo'ydim. Hali qarindoshlari kelmasa bo'ldi. Bu yerdan kirmasdan mana bu yerdan kirsam, yo'q. Mana shu yerdan bitta blokni qazib kirib ketaman do'stlar. Oppali, elitrani kuchi, elitra qattiq. Mana shuncha tosh yetib qolsa kerak deb o'ylagan edim. Chunki yetmadi. Bu sandiq bunisi do'stlarim. Bu sandiqqa tushamiz. Yo'q. Mana bu sandiqda ham shuncha. Xo'sh do'stlar, bu ham yetmaydi. Endi bitta teleportchi qilamiz. Hoppali, ana teleportni zo'ri bo'ldi do'stlar. Uchib kelib qoldim o'zi ham. Xo'sh, endi ikkinchi qavatini qurishni boshlasam do'stlar. Oldin bitta pastga tushib qarab kelayinchi mob jonlar bormikan, yo'qmikan. Xo'sh, qani? Zombi bek bor-ku u ham. Qani tushdimi? Darajani olib temir qilich qattiq o'rgimchaklar ko'p turyapti ekan-ku. Xo'sh, endi yana bu fermaga bitta teleportchani zo'rini qilaman. Teleport qilayotgan qobiliyatim limiti tugab qolibdi. Hozir birozgina sabzi yetishtirayim do'stlar jonlar. Xo'sh, sabzilarni ham birozgina yetishtirib bir marta o'lib bo'lsa ham kerak narsalarni olib keldim va qurishni boshladim. Sizlar tezlashtirilganini ko'rasizlar, chunki sizlarning ko'p vaqtingizni olmayman. Video uzun bo'lib ketmasin. Xo'sh, mana birozgina narsalarni qurdim va tosh yetmay qoldi. Afsus. Va men tosh fermaga AFKga yana qaytib keldim. Va ancha-muncha AFK qilgandan so'ng shuncha tosh bor. Ha do'stlar, shuncha toshni men AFKda qildim. Mana 179-kungacha qattiq. Bularni olib hali qurish kerak-da do'stlar. Mana shu yerda ham tosh ko'rdim va sakradim. Qarasam yo'q ekan, qaranglar. Yana bitta teleport qilamiz. Yana bitta teleport zo'rdan keyin endi yana davomini qilmasak bo'lmaydi-ku. Xo'sh, buni ham hash-pash deguncha qurib ham tashladim va boyagidek qilib qo'ydim. O'tgan safargidek. Chunki mana shu videoda nechta layk yig'sa, o'shancha qavatdan quraman do'stlar. Shuning uchun albatta videoga layk bosib qo'ying. O'shancha nechta bo'lsa, o'shancha qavatni ko'rish uchun layk bosib qo'ying. Va ko'rmaslik uchun ham layk bosib qo'ying. Baribir shunaqa qilaman. Keyingi video qanaqa bo'lsin do'stlar? Kartoshka yetishtirish yoki nechtadir non kommentariyada yozib qo'yasizlar va menda ham yana bir ideya bor. Agar kommentariyada plyus qoldirsangiz, mening ideyamni aytaman. Baribir qoldirmasangizlar ham aytaman. Mening ideyam juda ham ulkan basseyn qurish. Uning attraksionlari ham bo'ladigan basseyn. Qo'limdan kelgancha juda ham chiroyli qilaman va uning uchun juda ham ko'p narsa kerak bo'ladi. Va like bosib obuna bo'lishni unutmang. Chunki men shuncha narsani qurmoqchiman. Siz esa ham like bosmagansiz. Kommentariyada plyus qoldirsangiz, keyingi video shu haqida bo'ladi. Ozgina sabzi va suyak kukunlarini yetishtirganimdan so'ng nima bo'ldi? Shakar qamishdan suyak kukun qildim va yana sabzilarni qildim. Bu odatiy ish-ku. Xo'sh, yana ko'p sabzi yetishtirdim va moblar bilan urushni boshlab mob ferma 8 ta bor ekan. Menchigina berku 5 ta bo'ladi. Birozgina suyakni to'pladim va mob fermaga uchib borib fermamni sabzilarga yetishtirdim do'stlar. Maksimalizm qilib. Xo'sh, mana men bir ozginagina sabzi yetishtirdim. Deyarli sandiq ham to'lib qoldi do'stlar. Ozgina sabzi yetishtirdim dedim-ku, endi nima ozgina qilyapman. Eng yaxshi qo'nish bo'ldi bu. Tepadan tushib ketib qo'nish bo'ldi. Bitta ham jonim ketmadi. Nimadir ishlar qilganimdan keyin mashinada 3 kun bo'lib qoldi. Qanaqa bo'larganida uchishni boshlayardim qarang. Oppale. Eng ko'p mana shu yerda salyut ketdi. Yana 4 ta. Ancha-muncha qattiq ekan, mazza qilib uchdim. Qaranglar, salto-palto yomon tushib ketar ekan, zo'r bala ekan lekin. Oppale. Qanotlar qiyshaytirib oladi. Oy. Yaxshi, mana mayoqchani qaranglar turishini. Yomon ferma. Creeper bormi ustida? Creeper bor ustida, qaranglar.
Mana qaranglar. Creeper bo'lsa kerak shu. Hop, men buni uch payt ko'rmadim. Montaj vaqtida ko'rdimda. Hozir aytyapman. Hop, sabzilarni chopamizdan, elitr bilan tushamizdani yana ekamiz. Xo'sh, mazgina ko'p pala sabzi yetishtirildi. Mana avtomatik fermaga keldimda yana birozgina yetishtirib kattama bilan chopdim, omad sehri bilan. Keyin qo'ydim, yana ekdim, chopdim. Ko'p tomorqalardan sabzi chopib bo'lgan voqeani qaranglar tomda. Juda yaxshi. Ozginadan chopibman, nima natijaga erishdim. Hamma joyini to'ldirdim do'stlar. 10 mingta sabzi. Men video boshida 173-kun edi. Va men ancha kuchayganimdan so'ng 5 mingta sabzini 9 kunda qilib tashladim. Kamerani to'g'rilaymiz. Xo'sh, do'stlar, men 10 mingta sabzini qildim. Birinchi qismda 30 kun ketdi. Ikkinchi qismda esa minchigina qolibdi-ku. Ikkinchi qismda esa kamgina ketdi do'stlar, 9 kun. Bu juda ham oson bo'ldi deyishingiz mumkin. Va bu menga qiyin bo'ldi. Videoga like bosib qo'yinglar do'stlar, chunki keyingi videoda men nima qilishimni ham kommentariyada yozib qo'yasizlar. Komment yozgan odamga har bittasiga like bosib chiqaman do'stlar. Xo'sh, birozgina ani yasab, salyut yasab bitta tepaga uchib chiqsak, ozgina tuzatib olaman shuni. Elitrani videoni oxirida emas, video oxiri keldi уже. Mana bu fermamizni keyingi safar nechta like yig'sa, o'shancha etaj quramiz. Mana bu tarafni ham ancha-muncha qilib qo'ydik do'stlar. Dekda, mana. Endi bunday qilib almashtirman. Xo'sh do'stlar, yana men boyagi gapni aytaman. 10 mingta sabzini qildim. Mana shunday joylarda qildim men. 2 ta ferma, 3 etajkali bo'ldi вообще. Agar nechta like yig'sa, o'shancha qilaman do'stlar. Barchaga chao.